Assalomu alaykum, Enamol Studioning aziz obunachilari. Yana sizlar bilan Kamina Elmir. Elmir UC servisidan 30 UC'lik, 30 UC olganmiz. Hozirda budjet kam, shunga 30 UC'ga ochamiz. 10 birinchi 10 UC ochib ko'ramiz. Keyin agar yana 10 UC chiqsa, kuponimiz nima qilamiz? Ana hozir boshida video yozilmadi. Mayli. Hech qisi yo'q. 10 UC ga bosamiz. 10 UC bosiladi. 70 marta ochganmiz. 10 UC ga qadar ochyapmiz. Qanaqa nimalar berar ekan? Varon berib qolsa-ya. Voya. Yana berdi. Zo'r. Ko'ryapsizlar, Elmir UC servis qanchalik omadli. Yana bitta berdi. 3-X-Suite bo'lyapti. Manda borda lekin tangaga aylanadi 160 ta. Meniga o'chiribmiz, nima bo'lyapti? Klaviatura, hey. Klaviaturang ham tamom ketib qolyapti. Bunaqa UC'larni ko'rib, yana bitta X-Suite tushganiga. Yana tushdi. 10 UC ga. 10 UC. Ketdi. Ko'ryapsizlar, 10 UC ga X-Suite tushyapti. Bu ikkinchi marta tushishi menga. Sizlar ham hoziroq Elmir UC servisidan UC oling. RP uchun maxsus narxlarda chegirmalar bo'lyapti. O'sha Telegram kanal pastda nazar bo'ladi. Meni kommentariyalarda yozib qoldiradi. Bo'lmasa YouTube kanalining profil shapkasida ham bor. Mana X-Suite'imiz o'tgan videoda tushirganmiz. 1800 UC olgandik Elmir UC servisidan. Xo'p, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha.